Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Nozir aka, assalomu alaykum. Boshar, yumsiz. Bunga nech partiya? Bugunga 4 partiya, Nozir aka. 4 partiya yana. Universal bugun. Hammaga qanaqa qo'y kerak bo'lsa chiqarib beraman. Ina bola, ekazakchi, yakka, qo'zi arashan soliq so'raganlarga 1 partiya yapman. Qo'ylar ko'rsating, Nozir aka. Hurmatli obunachilar, Boshar ukamizdan yana o'ta noyoblaridan kelibdi, o'ta go'zallaridan. Mana qo'ylar qaranglar, haqiqiy tiniq variantlaridan. Nechtasi qo'chqor, nechtasi sovliq Boshar? Bitta urug'ga qo'chqor qo'shilgan. Bitta qo'chqor ko'paytirishga. Qolgani bitta qo'chqori bor ekan, haqiqiy. Quloqlarni bir oq qo'ygan. Oldingi safargilar ketdim Boshar. Hozir aka oldingi safargilarda hamma obunachilaringizdan Alloh rozi bo'lsin, hammasini sotdim bir pasda. Prosmotrni ham ko'rdingizmi? 30 ming bo'lib ketdi hozir. 34 ming bo'ldi. Bitta qo'ymay tugatdim. Xohlasa Zo'r gap yo'q uka. Mana bundaqa toza narsalar olib kelsangiz, ko'payaveradi. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchi optim olib kelib arzon sotadigan aka-ukalarimizni xonadonidan sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib narxlarni ham o'zini ham chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lib, hoji bolamiz obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa bizdan arzonroq olasizlar. Arzonroq deganim sababi, mana ukamiz 4 partiya qo'y chiqaraman deyapti. 4 partiya qo'yni bitta blogerga oldirsa ham, bitta blogerga oldirsam 1 million so'm 500 ming so'mga beradi. Bizda pulga olmaganimiz uchun sizlarga ash pulni shundoq o'tib beradi. Bloger olgandan keyin bu chachib qo'yishga majbur bo'lib qoladi-da, pulga oldirgandan keyin. Bizda chacholmaydi. Shuni sizlarga o'tib beradi, cho'ntakka yem hashaga qoladi. Xudo xolasa tiniq qilib mana bunaqa narsalar ko'paytirib, o'zidan ko'paytirib, mana erta bahor keldi, chiroyli qilib boqib, o'zidan ko'paytirib yursalar, xudo xolasa hammaga nasib qilsin mana shunaqalarni boqish, bir qo'ra qilib. Jonivorlarni o'ta go'zallaridan ekan, noyoblaridan ekan. Boshar yeb ichishi yaxshimi? Asosan yeb ichish kerak buni. Sinovda o'tdi. Yeb ichishlarga bir hafta. Yedirib ichirib pulni sanashaveradi. Yoqqandan keyin pul sanashaveradi. Ha, men yedirib ichirib, hurmatli obunachilar, bemalol keyin pulini sanab beraverasizlar. Mana shu bola o'zi olib borib, xudo xolasa uylaringga, xo'rolaringga qamab beradi. Yo'l yorug'ini ham o'rgatib kelishga harakat qiladi. Xudo xolasa yangi shu qo'y hali boqmagan odamlarga ham bemalol yo'l yorug'ini o'rgatib. Qaysi degan obunachilarimiz? Ash qo'chqorni ko'rsatib qo'yaman, bo'lmasam shaytiga. Bu qo'chqorni qaranglar, qo'chqorini. Mana uzunligini qarang. Haqiqiy sutga to'ygan birinchi yuzlarni qaranglar, oq tumshuq, oq ko'z aylanib. O'ta go'zalidan ekan, haqiqiy chiroylisidan. Ular qaranglar, jonivorlar, o turishini, haqiqiy menga tegmay qolyapti deyishyapti obunachilarimiz ko'pchilik. Aka-uka, hoji bola, obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchi video shuni tashlashimga 1 sekund o'tmay sizlarga tiling deb sapshina tarzida keladi. Bemalol ko'rib, siraz baho qilaverasizlar, xudo xolasa. Mana quloqoshlarni qaranglar. O'ta go'zal narsalar ekan u. O'tgan safargilardan umuman qolishmas ekan. Haqiqiy o'tgan safar ham 3-4 partiya zo'rodan keldi ukamiz. Tiniq haqiqiy o'tgan safargidan omili ko'p tik ekan, omili tikku, ranglari ham o'ta go'zal, haqiqiy tiniq variant. Qulog'i butuna hammasini Boshar. Hammasiniki butun, bittasida yeni bor. Ha, bittasida kichkina yeni bor ekan, u jonivorda. Yana bittasida bor ekan. Kichkina mana. Rangini qaranglar. Bu partiyalarimiz ko'p ekan. Boshar qolgan ma'lumotlarni ketin beraverasiz, bemalol. Narxini gaplashaylik buni. Narxini bir yerga gaplashaylik, keyin qolganini gaplashamiz. Hammasi 3 million 200 dan beraman. Kamichi kam kelishtirib ayting bitta obunachimizga. 3,5 Yo, to'g'ri, ko'rdim. Endi bitta obunachi men ham bir savdolashib beraymi? Yon bosishim kerak-ku. To'g'rimi? Endi to'g'ri, Boshar endi bir hammani olishyapti. Nechta qo'yingizda olishyapti? 100 ming o'tib beraman, bo'ladigan narx. 100 ming so'mdan. Hozir nechta donasi? 10 ta deydi. 1 million. 1 million so'm o'tib berasiz. Labz, ketaveradi. Baraka. Bitta ikkitalarga kelishamiz, o'zimga ham. Qayerda u dastlabkilarimiz? Toshkentgacha besplat. Undan uyog'iga kelishilgan. Lekin O'zbekistonga dastlabkasi bor har yerga. Navoiyga ham Inobola ikkita qo'y sotdim. Yo, bizni obunachilar hamma yo'g'ida bor, ishonch aytyapman. Hamma yo'qqa yetkazib berasiz. Qo'ldan kelgancha. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qo'yinglar. Ko'paytirib yuraman deganlarga haqiqiy
O'ta go'zal variantlar. bola arashallar zo'r. Eng yoshidan. Mana. Oxiriga kuzatib turinglar. O'ta go'zallari chiqadi. Xudo xolasa arzon narxlari ham. Mana partiya qiziqqanlar bo'lsa telefon qo'yinglar. Bu ashir bundan 2-3 ta ham ketaveradimi? Bitta so'rashsa ham ketaveradi. Telefon qo'nglar xudo xolasa ishlayapti. Keyin partiyalarimizni o'tamiz kuzatib turinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham haqiqiy go'zallaridan, o'ta tiniqlaridan ekan, bir pachka ekan. 10 donami? O'sha 10 dona. Bitta sovliq, qolgani qo'chqormi? Mana qolgani qo'chqor. Bitta sovliq ekan. Sovlig'ini sirazi ko'rsatib o'tib ketaylik. Shaytiga qolgani hammasi qo'chqor bo'lib qolaveradi. Ya, sovliq qaranglar. Mashalloh. O'ta o'z bo'lakcha narsa ekan. Bu vaqtim shu. Ko'zlarni oldi. Oqsimon, qaranglar. Quloqni qaranglar. O'ta go'zal ekan. Haqiqiy tiniq variantidan ekan. Yeb ichishchi boshir bo'ladi. Bir hafta o'tishga garantiyasi bor. Borgan Yedirib ichirib pulni sanashaveradi. uyga borgandan keyin bir hafta o'tib sinab olishaveradi. Bemalol hijolatchilik yerda yo'q. Bemalol sinab olaverasizlar. Mana qaranglar. Orqalari ham o'ta kelgan ekan. Xudo xolasa haqiqiy ko'paytirib yuradi ekan. Turgan puldan bo'yda yo'q. Olib tashanglar. Xudo xolasa ko'klam kelib sohasi singaring ketadi. Xudo xolasa. Qaranglar. O'ta go'zal narsa ekan jonivorda. Hammasi mana shunaqa nozir aka, haqiqiy toza narsalar ekan. Ko'pchilik bunaqalar dollarga qo'yib yotibdi. Yo'qlar so'mga. Xudo xolasa telefon qilib har safar ko'ramiz. 3 partiya, 4 partiya chiqaryapti, olib kelib. sotilyapti nozir aka. Endi zo'r narsaning narxi ham zo'rroq bo'ladi, lekin zo'r narsa boqasizlar. Mana haqiqiy tiniq variantidan. Haligilar sherigim boshir bular? Ha, o'shalardan kichikroqlar. Kichikroqlar, ha, bu ozgina kichikroqlar ekan mana. Ja kichkina o'li, kichkina emas ekan bular. Mo orqalarini qarang. O'ta go'zal ekan. Mo oq dumbalar qaranglar, eri dumba. Umuman osilmaydigan variant. Haqiqiy sutga to'ygan variantlaridan, o'ta tiniqlaridan mana bir pachka ekan. Haqiqiy tavsiya qilamiz, boshqa buni iloji yo'q, tavsiya qilishdan boshqa. Mana qaranglar. Boshqa hammasini gaplashaylik bir yerga. 10 tasini olsa 3 milliondan beraman. Kelishtirib ayting, boshir ey. Holatiga qarab. Yo, kelishtirib ayting, kelishtirib. 2 million beraman, 2 million 900 dan 10 ta bitta obunachimizda ketdi. Yana boshqalar aytingchi. Alloh yo'q. Bitta ishlarga to'g'ri. Bo'la deganni ayting. Hammasi ketyapti bayda, hammasi. 10 donasi ketyapti boshqa. 10 donani olsa. O'tib bering, hayron qilib bering. Sizdan o'tib beraman yana. O'z yo'q. 28 dan. 2 million 800 ming hammasini olib ketdi. Hammasini o'g'inga. Haqiqiy mana sindi. Mana Tozalaridan. Bir pachka. Siz obunachilaringiz olib kelyapti. Hammasi qo'chqor. Bitta sovlig'i. Chiqarib qo'yish obunachilaringizni deb xohlasa. To'g'ri, so'ragan ko'p. Menga tashang, ha, birinchi menga tashang. Videoga chiqib olmasdan menga tashang, meni o'zimga ham hatto telefon qilyapti. Endi sizlarga hamma kimga nasib qilsa o'shanga ketadi-da. Iloji yo'q. Endi shuncha odamni kutib turgan bo'ladi. Endi bitta odamga mana buni tashayman sizga desa bo'lmaydi. Haqiqiy. Gaplashib, ulardan uzr so'raymiz. Oldin. To'g'ri. Mana haqiqiy zo'r variant. Telefon qilgan odamga ketadi-da bu qo'y Nozir aka. O'tgan safar qanchada tugadi boshir? O'tgan safargilar 20 minutda tugagan qo'y. bir pashta tugadi. Undan keyin necha kishi ko'rdi videongizni? Haligi bitta videoni. 34 ming odam ko'ribdi. Soat 1:02 da telefon keldi. 34 ming. Qo'ldan kelganicha. 34 ming odam, 34 mingdan endi necha kishi telefon qilgan, endi aniqini bilib bo'lmay to'g'risi. Haqiqiy zo'r narsalar ekan. Rahmatini aytib qo'yishdi. Bizga o'zimga ham telefon qilishar, ashnaqalardan qilib beringlar, bizga birinchi tashanglar deyishyapti. Sizlardan endi shuncha odamdan kimga nasib qilgan bo'lsa, ashinga ketadi-da, endi iloji yo'q buni. Mana hamma boqaman deb bir qo'ra, ikki qo'ra bo'lib ketsa hammamizda inshaalloh. Ekazakchi, chiqarib 5 ta. Ha. Shundan qilib berdi ular. Ekazakchi ina bolani, bitta bola sotilib ketgan. Navoiyga sotdim. Buxoroga dastlabga qilib berdi. Xudo qolsa bugun kechga yetib borib qoladi. Bular ham dastlabga ketaveradi. Ketaveradi kelishilgan. O'zbekiston bo'ylab ketaverar ekan, bemalol telefon qilsang ishlaring butoqda qolasa.
Hop 28 dan dedingizmi bu oshi? 2 million 800 dan bir joyga ketdi. 2 million 800 ming so'mdan hurmatli obunachilar. Turgan puldan foyda yo'q. Yursan shaqqa qarab, mana telefon qo'yinglar ishlar, xudo xolasa bitadi. Keyingi partiyalarimizni o'tamiz, kuzatib turinglar. Hurmatli obunachilar, qaysi partiya yoqqansa bemalol aloqa chiqinglar, 24 soat aloqada ekanlar. Xudo xolasa qo'lda boshir bu ikkita olishaman desam ketaveradimi yo hammasi sotish kerakmi buni? Narxida plus minus qilib kelishib. Plus minus qancha aytib o'tib keting. Holatiga qarab. Holatiga qarab endi kelishtirib berasiz obunachilarga. Mana haqiqiy ukamiz ko'p qo'ymaydi o'zi aslida. Buncha qo'ydi uyda saqlab o'tirishni o'zi bo'lmaydi. Hozir buni yem hashab hamma yo'g'i yetadi. Oz-moz qolsa ham Bularga taqdir qilaman. Qo'chqor solaman. qani Yanvarlar. Qo'chqor sog'liq ekan. Sog'lig'ini qaranglar. Tatana narsa ekan haqiqiy. Mana ko'paytirib yuraman o'zidan deb ozroq pulim bor edi degan yangi ro'zg'or aka ukalarimizga zo'r tavsiya. Yengil qilib 2 dona olishsam bemalol yetkazib berish ekan, hammasi emas. Bemalol telefon qilinglar, ishlaring bitadi, xudo xolsa. Keyingi partiyalarimizni kuzatib turinglar. Hali partiyalarimiz bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga kashtan variantlardan haqiqiy sutga to'ygan variantlarni o'zi qo'chqor bo'lgan ekan jonivorlar mana. Haqiqiy ikkita 3ta qilib bo'lib olsalar, obunachilar xudo xolasa chiroyli qilib boqaverasizlar. Bundan bari ko'klam kelib sohasi singaring ketadigan variantlardan bugungi bu yerdan hamma obunachiga bittadan bo'lsa ham yetadigan qo'yiladi. O'ta sifatlilar bo'lgan. Yuzlarni qaranglar. Jonivorlar. Quloqboshlarga e'tibor bersa, hammasini zot qo'zor. Quloqni qaranglar. Jonivorning kengligini, quloqini o'ta go'zal narsa ekan jonivorlar. Haqiqiy ko'paytirib yuradigan variantidan boqadigan variantlar. Bu o'sha soni nechta buni? Neydi soni? 7 dona. 7 dona, ha? Bitta sog'lig'i bor mana. Bitta sog'lig'i bormi? Kashtan. Mashinasiya mana. Qolgan hammasi qo'chqor. Taniq variant, yelkalari kashtan haqiqiy taniq. Bir dona sog'lig'i bor ekan. Bitta sog'liqqa bitta qo'chqor qo'shib bering desa, ikkita. Qo'chqor sog'liq qilib bitta. Endi pul yetganicha. Pul yetganicha bemalol hammasini olish kerak ekan. Sog'liqqa mana bundan tavsiya qilaman aka. Hammasini bitta juplaylikchi. Mana. Ikkalo qo'chqor sog'liq bo'lib qoldi mana jonivor. Quloqboshlar. Mana, qaranglar. O'ta ranglari noyob narsalar ekan bu jonivorlar ham. Pullari ham xudo xolasa yengil, silavob bo'ladi, obunachilar. Qo'yga yarasha xudo xolasa bolalardan arzon sotadi. Yengil yana xudo xolasa 1 soatda tugataman. Sotaman. Mana qo'yni qaranglar. O'ta go'zal, haqiqiy 4-5 metrdan olaylik. Quloqlariga e'tibor beringlar. Jonivorlar. Haqiqiy taniq variantidan ekan. Mana yuzlari ham o'ta taniq. Boshir yeb ichish yaxshimi bo'ladi? Yedirib ichirib pulni sanashaveradi keyin buni ham, ha? Yedirib ichirib. Mana qaysi bir ikkita hammasini olish kerak demanglar. O'ylanmanglar. Bitta desalar bittani ham dastakva qilib yetkazib berish ekan. Pul yetganicha bitta. Ha, pul yetganicha bemalol Vodiy qo'y bozor kanalidan telefon qilib, mana partiyada qo'y deb bemalol talash tartishib olaverasizlar. Xudo xolasa bizda arzon obunachilarimiz hammasi biladi. Mana. Haqiqiy qo'y olaman degan obunachimiz biladi qanaqaligini. Qo'ydi ham farqiga yetadi. Farq-sarqiga boradi. Hamma obunachimiz haqiqiy qo'y bilan shug'ullan, qo'y bilan boqib yurganlar, yangi boqib turganlar ham qanaqa bu qo'ydi qo'y bilan farqi bo'ladi. Hamma narsadan farqi bo'ladi. Nomi narsa bo'lsa bo'ldi. Mana qiziqqanlar bo'lsa telefon qo'yinglar. Xudo xolasa narxi ham yengil bo'ladi. Boshlar hammasini gaplashaylik. Hammasini olsa 3 milliondan emas. 2 million 800 dan. Kami. 100 mingni o'tib beraman yani. 27 danga. 27 dan bir joyga ketdi, 7 tasi. Xayri bormi? Telefon qilib Xayrini qilib bering. o'tib beraman o'zlariga. Telefon qilib Shayda gaplashaylikchi. 7 tasini olsa. Bir lavis qilingchi, bir kelishtirib. Hammasini olsa 2 million 650 mingdan. 2 million 650 ming so'mdan. Hammasi. Mana haqiqiy sindi. Taniq variant oldu. Ko'kala mana qo'chqor bu ichida bitta sog'liq bor, sog'lig'i ham qo'chqordan baland mana jonivor. Mana shu sog'lig'i dahshat, qo'chqordan baland turadi. Mana hammasi qo'chqor. Bundan bu yog'i tashab qo'ysalar xudo xolasa ko'klam keldi, mana kunlar isidi. Mana haqiqiy zo'r ketadi jonivorlar.
yuzlari ham o'tatini qo'ying bormi deganda bor deydigan variantlarida. Xudo xolasa million foyda qilib duoni qilib qo'yaverasizlar. Sizlarga xudo xolasa xolis xizmat qo'ldan kelgancha chiqarib beryapmiz. Qo'ldan kelgancha chiqarib beryapmiz. Chunki menga bu bola 1 so'm pul bermaydi. Mana hech qaysi olganim, masalan, pulga olmayman. Men sizlarga o'tib berishini mana qiyishib, o'zim ham qo'y savdogarman. Men ham bitta blogerga oldirsam, men ham oldirib yurganman ham. 1 millionga ham oldirganman. Kerak bo'lsa 1 million 500 ming so'mga ham oldirganman. Shuning uchun mana kanalimiz uchun, rivoj uchun like bosib, obuna bo'lib, xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, hammalaringda qo'y olaman, mana bundaqa deganda bizda turidan bo'ladi. Kuzatib turinglar, xudo xohlasa. 4-partiyamiz ham bor bosh. 4-partiyaga Ekazakchi, Arashan, Ona bolalar. Ona bolalar. Pul yengilmi boshi? Bo'ldi. Kuzatib turinglar. Aka-ukalar, yoqqan bo'lsa qolgan ma'lumotlarni boshida o'zidan bemalol so'rab, talash tortishib olaveringlar. Nechta bo'lsa, qaysi partiya yoqqan bo'lsa. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga ona bolani egizidan yakkaligidan. Bir dona egizimi boshi? Bir dona egizi qolgani. Haqiqat o'ta noyoblaridan ekan, ko'paytiradigan variantlaridan. O'ta taniqlar. Egizda o'shanchi ma'lumotini berib o'tib ketaylik. Qaysi biri men ham ko'rmay qolyapman binchani ichida. Mana shu ikki bolasi. O'ta noyob ekan, onasini qaranglar. O'zi tulay bo'lgan. Vallohi quloq boshladi. Qo'chqor? Sariq qo'chqor, Sarig'i qo'chqor, qorasi sovluq. Bollari ham o'ta go'zal, zo'r boqdi bollarni. Teng boqdi mana. Ikkalovini. O'ta sifatli ekan, jonivor. Hali yemagan. Qarang, baldoqlari ham bor ekan. Bo'yni. Haqiqiy ko'paytiruvdan varianti bor. Tishlarni ham ko'tarib qo'yamizmi? Mana 3-bolasi, 6 tish. 3-bolasi ekan mana. O'ta sifatli varianti. Ikkovi ham bir xil bola. Haqiqiy ko'paytiraman deganlarga zo'r variant. Xudo xolasa, oz-moz o'tib bir qo'ra bo'lib ketadi jonivor. 3 ta qo'y ketyapti. Narxchi bo'lsa, buni narxini aytib ketaylik, keyin yakkaliklarni deganlarga 8 millionga o'tib beraman. Kami, kelishtirib aytingchi. 300 ming o'tib beraman. Shunda 7 million 700 ming so'm bo'lyapti. Toshkentga do besplat. Undan yog'ach. Qo'chqor sovliq. Undan yog'i kelishilgan holda Onasini ketadi. qaranglar. Mana shu qo'yni hozir aka bo'g'oz bo'lsa ham 5 million 500 dollar sotyapti. Qani bitta ko'rsatib qo'yaylik shu bemalol ikkita emas, 3 tani ham boqavergan jonivor. Haqiqiy chiroyli qilib yemini berib boqqalar, bollarni ham o'ta boqib. Bollar ham o'ta sifatli narsalar ekan. Tozasini olib, hurmatli obunachilar. Boshi yana o'tib beradigan yerda bormi? Ilhom qilib sayrini qilib beradi. Bora, labz-labza. Bitadi xolos. Ish bitadi mana. Haqiqiy anaqa variant bo'ldi. Telefon qo'yinglar, doq xolasa ish bitadi ekan. O'ta noyob narsa ekan. Buni akirib qo'yray. Buni sirazi akirib qo'yaverim. Bu keyin yakkaliklar bor. Mana o'ta go'zal ekan. Telefon qilinglar ish bitadi. Mana. Qolganlari yakkona bolami? Hammasini bittadan. Yakkona bola mana. Yeb ichishlari xudo xolasa yaxshi. Vobshe zo'r yeb Mana. ichishlar. Endi bolasi qanaqa bu qo'chqor sovliq endi 3tasiniki sovliq. 3tasiniki sovliq, qo'chqor, bittasini qo'chqor. Dishlarni qaranglar, idishlarni, bolani ham o'ta sutga to'ydirib ekan, jonivor. Haqiqiy bolalar ham o'ta sifatli. Qo'chqorni shuncha, qo'chqorini. Mana onasi ham o'ta noyob ekan, jonivor. Ko'zini oldini qaranglar. Tumshuq qarang. Mana tishini qarang. Oh, tumshuq ko'zini oldi. Qo'zi ekan bu hali. Birinchi bolasi ekan. Haqiqiy ko'paytiradigan variant. Dishini qaranglar. Vobshe zo'r bolasi. Qani bolasi? O'nimi? O'ta sifat ekan bolasi ham. Yiltirlar. Bundas tikka. Onasi ham qo'zi bo'lishiga qaramasdan o'ta katta qo'yagan. Yuziga e'tibor o'ringlar, quloqlariga, jonivorda haqiqiy zo'r narsa ekan. Bu ashad bu necha pulga ketaveradi? Ularmi? Bu. O'zi tulyapti ekan joni. Ha, mashina o'zini qo'chqor bolasini gaplashaylik. 5,5 million so'm o'zini olishsa. Voy, Nozir akam deb tanasida buni o'zini ham 4,5 5 soat qo'ydi. Bo'g'oz lab qilib turgan. Hali
Buni bolasi bor. Qo'zi ekan, jonivor o'sadi, yana o'sadi bu. O'zi katta narsa ekan. Kamichi kam boshi. Telefon qilsa xayri bor. Ish bitadi, ish bitadi. Hammasini bir yerga gaplashaylikchi bo'lsa, mayli turishcha 4 donami? 4 dona, 8 dona qo'yingizda gaplashaylikchi bitta. Qo'ydi qaranglar. Otagan haqiqiy jonivor. Rangini qaranglar, tulyapti. Tula bo'lgan. Tishini ko'rsatmaylik. Qani, buni ham bir tishini ko'rsataylik. 4 tishga endi o'tib bo'libdi jonivor mana. O'ta go'zalidan ekan. Haqiqiy. Bitta qo'zi, ikkita to'rtish, bitta ikki tish Nozir aka. 2 tish, 4 tish. Eng kattasi 4 tishmi? Haqiqiy ko'paytirib yuradigan variantidan ekan. Mana tavsiya qiladigan variantidan. 3-4 partiya bemalol olaverasizlar. Mana haqiqiy toza qo'chqonlaring bo'lsa, hademi qo'shadan paytga kelib qoladi jonivorlar. Bolalar ham katta-katta bo'lib. Mana qo'zi yemi yetgan Nozir aka. Mashina bolasi, onasini o'zi ekan, bir xil ekan jonivor. Haqiqiy go'zal narsa. Boshqa hammani gaplashaylik bir yerga. Hammasini olsa 5,5 dan xayri bor o'tib. Kamichi, kamini shayda o'tib bering chiqani. 100 mingdan kam berasiz. Yanachi. 100 ming so'mdan ketaveradi. 5 million 400 ming so'mdan. Ket, hammasini olsa xayrini qilib beraman. O'tib bering, kelishtirib o'tib beringchi, hammasi ketyapti. 8 ta qo'y ketyapti. Yo, to'g'ri, boshqa endi bitta obunachiga kelsa hammasini olishsa o'tib berasiz-da, boshqa. Bo'ldi 100 mingdan kam berasiz, 54 dan bo'ldi. 54 danga. Oz-moz o'tib berim. Xayrini qilib beraman o'zlariga. Hayri bor-a? 5,5 dan Bittani olishaman desa nima bo'ladi? ketaveradi shuni. Bitta ham. Bitta ham ketaveradi. Bemalol telefon qilinglar. Bittani ham dastlab qaysi biri yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Hammasi yoqqan bo'lsa, yengilroqqa berasiz, boshqa hammasini. Hammasini olsa Haqiqiy ko'paytirib yuradigan variantlardan. Ekazakchi bilan birga kelsa necha puldan berasiz? Hammasi 5 tasi birga kelsa. 5 tasi o'chi ketibdi jonivor. 4dan yariga 7,5. Ya hammasini gaplashaylik. Hamma hisoblamoqda. Hamma. Ha, undan qancha o'tib berasiz bo'pti? Uni necha pul chiqardik? Uni 77 qo'ydik. Ha? Hammasini olsa 54 dan 200 ming o'tib beryapsizmi undan? 200 ming o'tib beryapsiz. 5 tasi ketsa 54 dan ketaveradi. 54 dan 7,5. 50 ming o'tib beraman. Hammasini olsa yana 50 ming o'tib berasiz. 5 ta katta inasidan 50 ming. Xo'p, shunda 53,5 dan 7 million 450. 7 million 450 ming. Hammasi ketaveradi. Shunda 1,5 millionga 7,5 million. Mana haqiqatan variant oldi lekin. Hurmatli obunachilar. Mana 10 ta soni Nozir aka. mana 10 tasi ketyapti mana. Xudo xohlasa ha demasdan onasiga yetib oladi. Onalar yana mashinday qilib tug'adi. Xudo xohlasa. Ya 6 ta qo'zi, 11 dona bayda. Mana haqiqatan variant oldi. Mana qaranglar. Onalar ham o'ta zo'r narsalar ekan. Bir qurtulasa samjum bo'ladi. Ana shunda kaytsa 9 millionga berib qo'yaga bitta obunachiga. 29 million so'm bo'lar ekanmi shunda? Ya oshiqroq bo'lar ekan. Boshi hisoblaylarchi, to'xtangchi. Hammasi ketyapti-da, bayda hozir bitta obuna ochib olaman deysan. Ko'paygan tutdi. Qo'shamiz 7 million 450 ming. 28 million 850 ming bo'lar ekan. 28 million 850 ming so'm, ha? 77 ni qo'shdingmi? 76,5 mi? 74,5 mi? 74 optimlarda ketaveradi. 50 ming to'ppa to'g'ri qilaylik, boshar. 28 million 800 ming bo'ladimi? 50 ming qayirib tashlasak? Ha, 28 million 800 ming olsa ketdi. ketdi, ha? 28 million 800 ming so'm 10 bitta qo'y. Onalarni qaranglar, hammasi yosh variantidan haqiqiy zo'r bo'ldi. Qaysi partiya yoqqan bo'lsa telefon qilinglar, ishlang, xudo xolasa bitta. Bu hozircha inalarni ham Haqiqatan onalarni qaranglar, bunday qo'ydi, u bermayapti. Haqiqiy bu sifati ham bor narsa. Mo qaranglar, hammasi go'zal narsalar. Xudo xolasa ko'paytirib yuradiganlarga tiniq variant oldi. Turgan puldan foyda yo'q. Tashang, xudo xolasa million poyda qiling, duo qilib qo'ying. Mana
Xudo xohlasa. Yemaganda yemdi deb. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Chorvalaringga hammalaringda Alloh baraka bersin. Qolgan ma'lumotlari qolib ketgan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga qaysi biri yoqqan bo'lsa, telefon qilinglar, 24 soat aloqada bo'layotganlar. Hammani uyida eqqor bo'lib ketaversin. Bizni dal kuzatib boringlar.